Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you. Assalomu alaykum tomoshabinlar, sizlar bilan Soqqani kanal bo'lmoqda. Do'stlar, bugungi video roligimizda previewdan bilib turganingizdek, qanday qilib telefon mazza qilib oddiy o'yinlar, balki qiziqarli sujetli o'yinlar o'ynash orqali pul ishlashni o'rganamiz. Bu strategiya ko'proq gamerlar mazza qiladi, ya'ni o'yin o'ynashni yaxshi ko'radiganlar bu strategiya orqali mazza qiladi, ham pul ham ishlaydi. Shuning uchun videoni o'tkazib o'rmasdan boshdan oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman. Qani bo'lmasa boshladik. Do'stlar, sizlar ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim mana shu free cash sayti hisoblanadi. Do'stlar, bu saytga iloji boricha silka orqali o'tishlarni maslahat beraman, chunki ba'zi bir saytlar bor, imroq saytlarda klonlab tashlagan juda ham ko'p. Shuning uchun bekorga vaqtlarni ketkazmanglar, shunchaki silkani bosib kiringlar. Kirganingizdan keyin sizlarga mana shunaqa okno ochiladi. Bu yerda biz birinchi bo'lib sign up tugmachasini bosib olishimiz kerak. Ya'ni birinchi ro'yxatdan o'tamiz. Xo'p, bu yerda birinchi bo'lib biz hozir emailimizni yozamiz, password yozamiz. Va hozir akkauntimga bu registratsiyadan o'tish uchun vaqt ko'p ketkazib o'tirmayman, chunki hamma biladi qanaqa qilib registratsiyadan o'tishni. Men sirazi tushuntirib o'tishga ishishda boshlayman. Xo'p do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, men hozir akkauntimga kirib oldim. Endi biz bu yerda nima qilishimiz kerak? Birinchi aytgancha registratsiyaga o'tganlaringcha sizlarga nima deydi, emaillarni podvertit qilinglar deb so'radi, ya'ni tasdiqlab qo'yishinglar kerak. Ya'ni yozgan emaillarga xabar jo'natadi, uni shunchaki tasdiqlab qo'yishinglar kerak. Xo'p, bu yerga kirdik. Mana ko'rib turibsizlar, gaming offers turibdi. With all bosamiz, yoniga turibdi. Bu degan hamma o'yinlar ko'rsatib beradi bizga. Bu yerda nima qilamiz? O'zimizga yoqqan o'yinni tanlab olamiz. Mana ko'rib turibsizlar, Call of Dragon. Bu juda ham chotki o'yin. Men o'zim onlayn o'ynaganman, hozir bilmayman qanaqa bo'lgan. Ko'rabsizlar, juda ham o'yinlar ko'p. Hozircha sal kam ekan, uni ko'payadi bu hali, yangi o'yinlar keladi. Xo'p, masalan, Wadi Sort degan o'yinga kiramiz, ya'ni ranglarni nimadir qilish. Mana aytayapti bizga rewardni. Ko'rib turishinglar mumkin, instant, ya'ni sketch qilib olinglar, 0.01 sent beriladi. 10-levelga boringlar, 0.02 sent. Komplet 20-level, xullas oxirigacha 2000-levelga kelsak, polniy balansimiz to'ldirib berar ekan. Bu o'yinni deyarli hamma o'ynaydi, chunki bu razvlechение, ya'ni zerikkanda yo'qmasa charchaganda dam olish uchun o'ynaladigan o'yin. Bu o'yinni nima desam bo'ladi? Pul uchun emas, prosta kayf uchun o'ynab turib pul ishlashimiz ham mumkin. Xo'p, ko'p gap cho'zib o'tirmay, sira tushuntiraman. Buning uchun play and earn ni bosamiz. Bizni sirazi play marketga olib ketadi va shuni ustanovka qiladi. Endi buni ustanovka qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek o'yinni skachat qilib oldim. Endi o'ynashni boshlaymiz. Aytgancha do'stlar, bitta narsani esingizdan chiqarmanglar, internet o'chib qolmasligi kerak. Ya'ni internet har doim yoniq turishi kerak, chunki internet o'chib qolsa yo'q hisoblamayman. Ko'rib turibsizlar, o'yin juda ham oson, mana shuna qilib, как развлечение-da bu, o'zingizlar bilasizlar. Xullas, mana shunday qilib o'yinni davom ettirishimiz kerak. Hozir o'yinni o'tirmayman. Sira bitta ko'rsatdim. Saytga qaytamiz obratni. Все, уже birinchisi install bo'ldi. Endi 10 ta kompletga o'tganimizdan keyin bu yog'i nima bo'ladi? Mana ko'rib turibsizlar, status уже o'tdi. Bu mana click et degani, mana ko'rib turibsizlar, ya'ni sketch qilindi, o'yinga kirildi degani o'tdi. 10-levelga borganimizdagi зачисление bo'ladi. 0.2 bilan 0.1 ikkalasi birgalikda зачисление bo'ladi. Xo'p, xullas shunday qilib pul ishlashda davom etamiz. Ko'rib turibsizlar, pul ishlashni boshlaganimizdan keyin biz saytga obratni, misol uchun har doim sayt ochib turmaysizlar, bilaman. Saytdan chiqib ketganingizda, kirganingizda mana pastda My Offers degan turibdi, pastdagi. Mana ko'rib turibsizlar, o'ziga turibdi. Bemalol shuni bosib o'yinga kirib o'ynab ketaveramiz. Xo'p, tushuntira oldim degan umiddaman, polnosti. Endi bizga nima qoldi? Endi sizlarga qanday qilib saytdan pul chiqarib olishimizni ko'rsatishim kerak. Buning uchun mana tepada ko'rsatuvlar dollar belgisi bor, o'shanga kiramiz. Bu dollar, ya'ni USDT. Xo'p, ko'rib turibsizlar, Vizrason. Mana qilay, sal bunday qilaydi. Mana bunday bo'lmaydi. Xo'p, qaranglar. Va tepaga ko'taramiz, PayPal, Visa, Crypto. Mana bizga kerak bo'ladigani bu kripto. Ya'ni biz kriptoga chiqarib olamiz. Men xohlagan kriptolaring bor. Buni Binance-ga yoki Payer.ga bu kripto nimalarga men o'zi ko'rib turibsizlar, зачисление bo'ldi 0.01. Pulimiz зачисление bo'ldi. Bu yerda xohlaganimizga chiqarib olishimiz mumkin. Agar sizlarda bo'lmaydigan bo'lsa, qaranglar.
kripto hamyonlar, kripto kошелeklar bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki menga yozinglar lichkadan Telegramga, sirazi mana shu ishlagan pullarni meni nima deydi, kriptovalyutamga chiqarib bersalar, kripto hamyonimga men sizlarga sirazi kartalarga zachistini qilib beraman pullarni. $10, $5 любойcha qancha tushirsanglar shuncha so'mga qarab chiqarib beraman sizlarga. Xo'p, bugungi videorolik shundan iborat edi. Ko'rib turganingizdek, sayt juda ham ajoyib, maza qilib pul ishlashimiz mumkin. Agar videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Soqa Qani kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much that